Assalomu alaykum. Bugun Fikr podkastida aholini ro'yxatga olish aslida nimaga kerak hamda demografik barqarorlik mavzusi haqida fikrlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Dastlab o'zlaringizni tanishtirsangiz. Men Umidjon Sayfullayev, Milliy statistika qo'mitasi axborot kommunikatsiyalar va media markazi bosh mutaxassisiman. Assalomu alaykum. Men mustaqil konsultantman. Yo'nalishim bu davlat siyosati, iqtisodiyoti. Oldimizda aholini ro'yxatga olish kabi bir katta tadbir turibdi. Bu jarayon oxirgi marotaba 1989-yil bo'lgan ekan va mana oradan 36 yil o'tdiki, endi bu jarayonga biz boshlash arafasida turibmiz. Nega bu jarayonda katta tanaffus bo'ldi? O'zi bu jarayon, ya'ni aholini ro'yxatga olish bizga nima beradi, nimaga kerak bu statistika? O'zi shundoq ham doimiy ravishda statistikalar bo'ladi-ku, aynan mana shu haqda gapirib bersangiz. Rahmat, juda ham o'rinli savol berdingiz. Darhaqiqat 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilmoqda. O'zi aholini ro'yxatga olish bu nima degani? Ro'yxatga olish jarayoni bu mamlakatdagi aholining yoshi, ularning joylashuvi, bandligi, ta'lim darajasi, daromad manbalari va boshqa muhim bo'lgan demografik va ijtimoiy ko'rsatkichlarni shakllantirishga yordam beradigan eng muhim va eng yirik statistik tadbir hisoblanadi. Endi ro'yxatga olish tadbiri nima uchun ortga surildi, kechikdi degan savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'ri ta'kidladingiz, bundan 36 yil muqaddam so'nggi marotaba O'zbekistonda aholini ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilgan. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri esa tarixda, O'zbekiston tarixida umuman o'tkazilmagan. Dastlab 2020-yilda O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilingan, ya'ni aholini ro'yxatga olish to'g'risida. Shundan so'ng O'zbekistonning ba'zi bir hududlarida, bir nechta hududlarida sinov tariqasida ro'yxatga olish jarayonlari o'tkazilgan. Ma'lumki, bu bir vaqtda butun mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan tadbir bo'lganligi uchun bu juda ham bir katta resurs, vaqt, moddiy va texnik tayyorgarlikni talab qiladi. O'tkazilgan sinov tariqasida o'tkazilgan ro'yxatga olish jarayonlari natijalarida mavjud muammolar, bajarilishi kerak bo'lgan o'zgarishlar, ishlar va yaratilishi kerak bo'lgan texnik ta'minot tufayli va birinchi bo'lib pandemiya tufayli bu tadbir kengroqqa surildi va mazkur yilga kelib, ya'ni 2025-yil 19-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 173-sonli farmoni qabul qilindi. Ya'ni O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlarini o'tkazish to'g'risida. Mazkur farmonga muvofiq 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilishi belgilandi. Mazkur tadbir natijasida aholining real soni, ularning joylashuvi, ta'lim darajasi, daromad manbalari va bugungi kunda statistikada mavjud bo'lmagan muhim ma'lumotlar shakllantiriladi va bu orqali aholimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun kerak bo'lgan muhim imkoniyatlar yaratiladi. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, ijtimoiy obyektlar, maktablar, xoh maktablar bo'lsin, shifoxonalar, ta'lim muassasalari va boshqa muhim ijtimoiy obyektlar quriladi. Va buning natijasida bundan tashqari mavjud ish o'rinlari yaratiladi aholi uchun, ya'ni bandlik masalalari ko'rib chiqiladi bu yerda. Va bundan tashqari davlat rejalashtirilishida, siyosatni rejalashtirishda, bir necha 10 yillik iqtisodiyotni, siyosatni rejalashtirishda davlatga muhim asosiy manba hisoblanadi. Va albatta o'ylaymizki, mazkur ro'yxatga olish tadbirida olingan, yig'ilgan ma'lumotlar orqali aholimiz uchun juda ham kerakli bo'lgan muhim imkoniyatlar amalga oshiriladi va zarur islohotlar amalga oshiriladi. Aynan mana shu aholini ro'yxatga olish jarayoni bu demografiya bilan chambarchas bog'liq. Siz aynan mutaxassis sifatida aholini ro'yxatga olish demografik barqarorligimizga qanday ta'sir qiladi? Aynan mana shu haqida ma'lumot bersangiz. Demografiyani ko'p odamlar bu statistika, sonlar deb o'ylashadi, lekin bu juda ham qadrli, kerak bo'lgan ma'lumot. O'sha aytib o'tishganidek, davlat siyosati boshqaruvida kerak bo'lgan ma'lumot. Demografik shoklar degan tushuncha bor. Bu tug'ilishlar keskin o'sishi, aholi qarishi, aholida migratsiya keskin o'zgarishi, yoshlar mehnat bozoriga katta miqdorda kirishi, bular hammasi demografik shok hisoblanadi va shu shoklarga tayyor bo'lish, bu o'sha ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni oldindan ishlab chiqib, oldindan qabul qilib
kerakli xizmatlarni kerakli vaqtda yaratib bersa, shu shoklarni davlatdagi ijtimoiy iqtisodiy holatga bo'lgan ta'siri kamayadi. Gollandiyada men nimaga e'tibor bergan edim? Xalqaro nimalar o'quvchilar, shu studentlar ma'lum bir nima to'lar edi, kontrakt to'lar edi. Ular o'zlarining o'quvchilari boshqa kontrakt to'lar edi. Magistraturada ham xalqaro nimalar o'quvchilar 2 barobar ko'proq to'lar edi. O'zini fuqarolari xuddi o'sha bakalavrda qancha to'lagan bo'lsa, 7 nima to'lardi. Bu degani ular 10 barobar kamroq to'lar edi. O'shanda birinchi ko'rganda hayron bo'lganman, qanaqasiga bunaqa deb. Keyin o'sha davlat siyosatini o'rganishni boshlaganimizda ko'rganmanki, davlatda qanchalik o'sha malakali mutaxassislar kerak bo'lsa, o'shancha o'sha sohani nima qiladi, imtiyozlar yaratadi. Ularga aynan magistraturani bitirgan xodimlar kerak bo'lgani uchun aynan magistraturada ham ko'proq imtiyoz berishgan. Masalan, nimada magistratura sal oshirsa bo'lar edi, lekin ular bir xil ushlab turgan hamma nimalar o'quvchilar nimani ham bitirishi uchun magistraturani ham. Buni o'sha ko'rsa bo'ladi, davlat o'zini ehtiyojiga qarab qanaqa to'g'ri qarorlar qabul qilishi. Nimada davlatda har bitta qaror shu ro'yxatga olishga kelib taqaladi. Qanaqa yo'llar, qanaqa maktablar, qanaqa infratuzilma, o'sha hammasi shu ma'lumotga kelib taqaladi. Bizda masalan open budjet bo'ldi. 7 nimani topish kerak edi, kimga resurs kerak, byudjetni qaysi yo'lga yo'naltirish kerakligini. Lekin 7 ehtiyoji ko'plar emas, kim ko'proq ovoz yig'a olgani keldi. Ro'yxatga olinganda haqiqatdan muhtojlar ko'rinib chiqadi. Biz o'zimiz ishimizda ko'p ishlatamiz bu misolda, tibbiyotda o'sha o'quvchilarga nimani o'rgatishadi. Birorta joyga kirsang, kasallar ko'p bo'lsa, ular ichida eng yordamga muhtojini topishing kerak. Seni yoningga kelib yordam so'raydigani bu eng sog'lomi bo'ladi. Chunki uni eng kuchi ko'p, eng sog'lig'i bor seni oldinga borib talab qilishdi, kuch ishlatishdi, ovozini baqirishdi. Eng muhtoji birorta chekkada o'lib yotgan bo'lishi mumkin deyshadi. Shu masalani biz ko'p ishlatamiz. Xuddi shunaqa davlat byudjetini ishlatishda ham, qarorlar qabul qilishda ham hamma o'zini tushunchasidan, o'zini shaxsiy fikridan, nimaga ishlatish kerakligidan kelib chiqmaydi, aniq ma'lumotdan kelib chiqadi. Qarorlar o'shanda to'g'ri joylarga, eng ehtiyoj joylarga borib qoplaydi ehtiyojlarni. Aynan mana shu ro'yxatga olish bilan oddiy statistika o'rtasida qanday farq bor? Ya'ni hozir ham statistika bo'ladi, statistika davom etyapti. Ayni vaqtda ham kim tug'ildi, kim vafot etdi, hammasi bu raqamlar statistika tomonidan hammasi amalga oshirilyapti. Lekin men ro'yxatga olish sayti bilan tanishib chiqdim va 71 ta savol bor ekan. Hammasi bilan tanishib chiqishga ulgura olmadim, chunki oila a'zolarimni ham barcha ma'lumotlarini kiritishim kerak bo'lar ekan. Aynan mana shu 71 ta savol bu aynan qanday savollardan iborat bo'ladi va eng qizig'i, to'g'ri, bu juda ham zo'r, onlayn tashkil etilgani ham va bu ro'yxatga olish jarayoni qanday o'zi tashkil etiladi? Aytaylik, har bitta O'zbekistonda 40 million aholi bor bo'lsa, har bir insonni oldiga borib planshetdami yoki daftardami har bir 71 ta savolga javob olib chiqish bu juda ham katta resurs, kuch, vaqt talab qiladi. Nega bu darajada savollar ko'p? Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Avvalambor ro'yxatga olish bu statistikamizni takomillashtirishda, undagi ma'lumotlarni to'liq shakllantirishga yordam beradigan eng muhim tadbir hisoblanadi. Boya ta'kidlaganimizdek, to'g'ri ta'kidladingiz, bugungi kunda statistika yuritiladi, albatta barcha ma'lumotlar bor, ammo ro'yxatga olish tadbiri orqali bugungi kunda statistikada mavjud bo'lmaydigan va boshqa manbalar orqali olib bo'lmaydigan ma'lumotlar yig'iladi. O'zi statistika, hisobotlar, ma'muriy ma'lumotlar va tanlama kuzatuvlarga tayanadi. Ammo ro'yxatga olish tadbirida shunday ma'lumotlar yig'iladiki, ularni hech qanday bir hisobot, hech qanday bir ma'muriy ma'lumotlar orqali olib bo'lmaydi. Masalan, ularning ta'lim darajasi, oilaviy ahvoli va shu joyda aytib ketishimiz kerak, oilaviy ahvoli, oilaviy sharoit xalqaro tashkilotlardagi indekslarda, reytinglarda ham juda ham muhim ahamiyat kasb etadi va bundan tashqari ularning bandlik darajasi, ularning daromad manbalari kabi muhim ma'lumotlar to'planadi. Bu jarayon qanday tashkil etilishiga to'xtaladigan bo'lsak, jarayon 2 bosqichda tashkil etiladi. Birinchi bosqichda, ya'ni 15-yanvardan 31-yanvargacha census.stat.uz saytida onlayn ro'yxatdan o'tish tashkil etiladi. Bu albatta fuqarolarimizga qulaylik yaratish maqsadida tashkil etiladi. Bunda 71 ta savol, ta'kidlaganingizdek, savolnomadan o'rin olgan 71 ta savol, ularning 54 tasi aholiga, qolgan 17 tasi esa qishloq xo'jaligiga oid. Va ikkinchi bosqichimiz esa mahalla yettiligi a'zolari ishtirokida bo'lib o'tadi. Bu har bir o'sha
onlayn ro'yxatdan o'tmagan aholini qamrab olinadi va mahalliy tilga a'zolari uyma-uy yurgan tarzda ro'yxatga olish jarayonlarini tashkil etishadi. Census.stat.uz saytida fuqarolar OneID tizimida ro'yxatdan o'tishlari orqali ma'lumotlarni to'ldirishadi. Bu albatta juda ham bir keng va qulay imkoniyatlarni yaratadi. Ya'ni OneID tizimida fuqarolarning asosiy shaxsiy ma'lumotlari va ularni oila a'zolari to'g'risidagi ma'lumotlar shakllantirilgan. Ular avtomatik to'ldirilishi evaziga vaqt tejaladi va turli xil qiyinchilik va og'rigarchiliklarning oldi olinadi. Agar OneIDdan ro'yxatdan o'tishmagan bo'lsa, fuqarolar o'zlarining shaxsiy identifikatsion raqamlari, ya'ni JSH raqamlari orqali ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Savollar boya aytib o'tganimizdek, 71 ta savolning 54 tasi aholiga, 17 tasi qishloq xo'jaligiga oid. Savollarda fuqaroning o'sha to'ldirayotgan to'ldiruvchining shaxsiy ma'lumotlari, oila a'zolari to'g'risidagi ma'lumotlar, ularning ta'lim darajasi, bandligi, oxirgi vaqtda qayerda ishlaganligi, qayerda o'qiganligi, ularning daromad manbasi va o'sha qayerda istiqomat qilishi va ularning oilasida necha kishi istiqomat qilishi, nechta xo'jalik, nechta oilaga bo'linishi va shu kabi ma'lumotlar, shu kabi savollar savolnomamizdan o'rin olgan. Aynan mana shu jarayonda shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga alohida to'xtalish kerak, chunki ma'lumotlarni uchinchi shaxsga uzaytirilishi yoki topshirilishi, umuman chiqib ketmasligi, ya'ni begona qo'llarga yetib bormasligi uchun qanday bir tizimli ishlar amalga oshirilgan. Chunki hozir aytyapsiz, yuzma-yuz ravishda ham savol-javoblar to'ldiriladi mahalliy tiligi bilan birgalikda deyapsiz. Ayrim holatlarda insonlar shaxsiy ma'lumoti xavfsizligi ta'minlanadimi yoki yo'qmi? Mana shu savolga javobi asosli bo'lishini ham xohlashadi. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Albatta, ro'yxatga olish tadbirida ma'lumotlar xavfsizligi eng yuqori o'rinda turadi. Ya'ni 38 milliondan ortiq aholini ma'lumotlari juda ham bir katta miqyosdagi ma'lumotlar hisoblanadi va bugungi kunda Milliy statistika qo'mitasi va boshqa mas'ul tashkilotlar tomonidan ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash, kiber xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan juda ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarning xavfsizligi qanday ta'minlanadi? Bu birinchi bo'lib kiber xavfsizliklarning kiber hujumlarning oldi olinadi va bundan tashqari fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari ochiq tarzda e'lon qilinmaydi. Ya'ni ma'lumotlar aynan, masalan, siz o'zingiz ma'lumotlaringizni kiritadigan bo'lsangiz, aynan sizning ma'lumotingiz bir kishi ko'rinishda e'lon qilinmaydi. Umumiy statistika qayd etilgan holatda umumlashtirilgan holda e'lon qilinadi. Bu mahalla, tuman, viloyat va respublika ko'rinishida e'lon qilinadi va ro'yxatga olish jarayonida bir yangilik, statistik ma'lumotlar hozir tuman, viloyat va respublika miqyosida bo'lsa, mazkur jarayon orqali mahalla kesimidagi ma'lumotlar ham shakllantiriladi. Va bundan tashqari fuqarolardan yig'ilgan ma'lumotlar, ularning shaxsiy ma'lumotlari qayta ishlanmaydi, faqatgina statistik tahlil uchun zarur bo'lgan ma'lumotlargina qayta ishlanib, ya'ni umumiy ravishda. Albatta, umumiy e'lon qilinadi. Ya'ni aynan bir kishining ma'lumotlari ochiq holda alohida e'lon qilinmaydi. Bugungi kunda aynan rivojlangan mamlakatlarda demografik barqarorlik pasayganligini barchamiz ko'ryapmiz. Ya'ni ularda yoshlardan ko'ra keksa avlod vakillari ko'proq va ular yoshlarga muhtoj. Va o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, ular migratsiyaga anchagina keng sharoitlar yaratishyapti. Aynan mana shu demografik barqarorlik yoki aholi sonining aynan mana shu keksa avlod tomon ko'payishi migratsiya jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysiz? Bunga javob siz bundan oldingi savolingizdan boshlasa bo'ladi. Demografik o'sha ro'yxatga olish bilan oddiy statistikani farqi nimada dedingiz? Demografik intellekt degan tushuncha bor. Shu oldindan qanaqa shoklar bo'ladi? Masalan, aholi qarishi ham bu shok. Shuni oldindan ko'ra olish shu demografik intellektga kirib ketadi. Va demografiyani umuman olsangiz, yosh tarkibi deb qayta gapiryapmiz. Aholi 15 yoshgacha toifasi bor, 15 yoshdan 64 yoshgacha toifa bor va 65 yoshdan katta toifa bor. Bularning farqi o'rtadagisi bu mehnat bozori va soliqlar bazasini yaratadigan asosiy guruh shu. Ularning soliqlaridan 15 yoshgacha bo'lganlar va 65 yoshdan katta bo'lganlarga xizmatlar yaratiladi. Bu o'sha tibbiyotdagi xizmatlar, pensiyalar, ijtimoiy o'sha xizmatlar
shifoxonalar, ta'lim va ma'lumot qancha aniq yig'ilsa, o'sha bolalar boshlang'ich maktabga ko'proq resurs kerakmi yo kattaga kerakmi va o'sha yoshlarga keyin mehnat bozoriga kirgunicha yetarlicha ish o'rin yaratish masalasi bor va ular keyin mehnat bozoridan chiqib ketishga ularga o'sha ijtimoiy pensiya masalasini yaratish nimasi bor. Chet davlatlarda shu o'rtadagi toifa guruh kamayib ketgani uchun ularga katta bosim tushyapti iqtisodiy, sog'liq tomondan. Shuning uchun ishchi guruhga ko'proq odamlar kirsa, migrantlar kirsa, ular soliq bazasini oshiradi va boshqalarga iqtisodiy, ijtimoiy xizmatlarni berishga yordam beradi. Ayrim fuqarolar viloyatdagi o'z uyida doimiy ro'yxatda turadi, Toshkent shahrida esa vaqtinchalik ro'yxatda turishadi. Aynan mana shu jarayonda qaysi birida ular aynan mana shu jarayonda ishtirok etishi mumkin? Viloyatdami yoki Toshkent shahrida turgan, ayni vaqtda yashayotgan manzilidami? Albatta, ro'yxatga olish jarayonida fuqarolar aynan hozir qayerda yashab turgan bo'lsa, o'sha joy bo'yicha ro'yxatga olinadi. Ya'ni Toshkent shahriga masalan ishlash uchun yoki o'qish uchun kelib joylashib turgan bo'lsa, yashab turgan bo'lsa, aynan Toshkent shahrida ro'yxatga olinishadi. Ya'ni yashash joyini vaqtincha qilib Toshkent shahri etib belgilashadi. Nozima opa, siz aynan tahlilchi sifatida aholini ro'yxatga olish jarayoni kelgusida ham fuqarolarga ham davlatga qanday ta'sir ko'rsatishini haqida ham gapirib bersangiz. Chunki har bir jarayonda fuqaro menga qanday foydasi bor degan bir savolni o'rtaga tashlaydi-da. Aytib o'tganimdek, ro'yxatga olish bu degani ehtiyojini ro'yxatga olish. Masalan, bitta oila tushib qolsa, uni ichidagi farzandlar nechta, ta'limga muhtojlar nechta, pensiyaga muhtojlar nechta, ish o'rinlariga muhtojlar nechta, shu narsalar ro'yxatdan tushib qoladi. Bu ma'lumotlar hammasini olgandan keyin davlat qaysi hududda nima kerakligini, ehtiyoji borligini, maktabga ehtiyoji bormi, pensiyaga ehtiyoji bormi, tibbiyot muassasalariga ehtiyoji bormi, shunga qarab qaror qabul qiladi. Agar ma'lumot ochiq bo'lmasa, aniq bo'lmasa, sayoz bo'lsa, yechimlar ham xuddi shunchalik sayoz bo'ladi. O'shaning uchun qancha aniq ma'lumot yig'sa, aholini o'ziga ham shuncha foydali. Aynan mana shu jarayonda fuqarolarni faol ishtirok etishini ta'minlash uchun qanday targ'ibot tadbirlari amalga oshirilyapti? Baribir fuqarolarning ishtirokisiz bu jarayon bo'lmaydi va bu jarayonga fuqarolarning qiziqishini orttirish uchun yoki ularni mana shu jarayonda faol ishtirok etishini ta'minlash uchun qanday targ'ibot tadbirlaridan foydalanyapsizlar? Juda ham o'rinli va qiziq savol berdingiz. Targ'ibot ishlari, aholini xabardorligi bu ro'yxatga olish tadbirining yarmi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki aholi bundan xabardor bo'lmasa, xabardorlik yetarli darajada bo'lmasa, bu jarayonni yaxshi tashkil etilmasligiga, uni ma'lumotlar to'liq bo'lmagan shaklda kelib tushishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun Milliy statistika qo'mitasi, boshqa hamkor tashkilotlar va respublikamizda faoliyat yuritayotgan barcha tashkilotlar tomonidan bugungi kunda targ'ibot ishlari faol olib borilmoqda. Bu jarayonga faqat Milliy statistika qo'mitasi emas, barcha tashkilotlar, bundan tashqari mamlakatimizda yashab turgan barcha fuqarolar o'zlarining hissasini qo'shishmoqda. U xoh ko'chalarda turgan bannerlar bo'lsin, LED ekranlarda aylanishlar yoki televideniya, ijtimoiy tarmoqlar orqali aylanayotgan roliklar bo'lsin, barchasi aholini xabardorligini oshirishga xizmat qiladi. Umuman targ'ibot ishlarini chetga surib turadigan bo'lsak, aholi uchun ularni qiziqishini va xabardorligini oshirish uchun ma'lum bir sxemalar yo'lga qo'yildi. Ya'ni onlayn ro'yxatdan o'tishni rag'batlantirish uchun aholini rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yildi. Ya'ni 2026 yil 15 yanvardan 31 yanvargacha onlayn ro'yxatdan o'tgan fuqarolar o'rtasida qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi. Ya'ni masalan o'sha davrda qancha fuqaro onlayn ro'yxatdan o'tsa, ular ichidan random tarzda, ya'ni tasodifiy tarzda g'oliblar tanlab olinadi va ularga qimmatbaho sovg'alar, texnikalar taqdim etiladi. Masalan, telefonlar, noutbuklar, planshetlar va shu kabi turdagi elektron qimmatbaho sovg'alar taqdim etiladi. Katta rahmat. Bugungi podkastimizda aynan oldimizda turgan muhim bir jarayon haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldik va eng muhim demografik barqarorlik bizga nimaga xizmat qilishi haqida va kelgusidagi aynan davlat siyosati uchun muhim bir strategiyaga xizmat qilishi haqida ham ma'lumotlarga ega bo'ldik. Sizlarga ishtirok uchun kattakon rahmat.